Ay, Joha, bu yerda yashamaysan aytsan. Mana ulashishlarning doyida bu yerda sur bor. Tushunmadim. Sen bana o'zim duymaydi deyapsanmi? Ha, xuddi shunday. Endi bu yerga yashamaysan, yo'qol bu yerda kim uyga kirmaysan endi. To'xta, eshik yopib qo'yib kira olmasligi uchun bo'ldi, sur bu yerdan. What the fuck? Yaramas yetel, mana bu yerda zaborni sen sindirdingmi? Yo'q, men sindirganim yo'q. Yo, sen sindirgansan ariq. Aldiysan-ku yetel, nima birovni aldiysan? Aldiganim yo'q, men sindirganim yo'q deyapman. Tushunmayapsanmi? Jinnimisan? Yo, rostdan sindirgansan. Mana bu yerdagi bloklarni ham olib tashlagansan. Chunki uyimning atrofida faqat sen turibsan hozir. Yo'q, men emas, aldama. Yo'q, aldayotganim yo'q. Ha, o'zi seni aldayotganing o'z gapingdan bilinib turibdi. Tushunding? Bor, uzoqda o'yna. Uyimga yaqinlashsang, basharangni ikkiga bo'lib, uchga bo'lib qo'yaman. Tushundingmi? Nima dedim? Ikkiga bo'lib. Yo, ikkiga bo'lib, to'rtga ko'paytirib qo'yaman. Tushundingmi? Qara jadval qilib yuboraman basharangni. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Joha va sizlar meni yangi asosiy kanalimdasiz. Albatta do'stlar, fevraloygacha 50 mingta obunachi to'plashim kerak. Shuning uchun tez kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Bu men uchun juda muhim. Tak, hozir men mana bu yerni sozlashim kerak. Ko'ryapsizlarmi? Rasposini chiqarib tashlagan jitellar bor. Bularni qanday urishni ham bilmaydi odam. Urib basharasini buzib qo'yardim-u, o'zi buzilib yotibdi basharasi. Bu yerga blok qo'yish kerak. Nima deyapsan o'zing karillab? Men nima degan bo'lsam, ana shunaqa eshitganing. Ha, karillama ko'p xo'pmi? Basharani bir urib ikkiga bo'l, nima deding? Короче, bor, asabni tema bor, uzoq telefonim sen ozgina qo'llarga singanda men sen sindirardim. Tentak boshim ko'rding, boshim yorildi. Borib hozir seni yozib beraman doktorga. Doktorga yozasanmi? Borib militsiyaga yozsanmi yoki borib turib qarorga yozsanmi, bilgandek qil, xo'pmi? Men xafa qilding, ketdim men. Bemalol ketaver. Endi bularga qo'ysam men tegmasligim kerak. Mana bu yerda o'zi buzib tashlagan bo'lsa, yana menga kelib o'zicha g'alati yig'loq qilib o'tiraman. Burchakka yig'lab o'tirib, nimadir qilyapti, bilmadim nima qilayotganini. Hozir daraxt olib borish kerak. Daraxt olib bormasam bo'lmaydi. Tak. Xo'sh, nechta daraxt olsam yetarkina bilmadim. Endi nechta daraxt yetishini mana shu atrofdan daraxt olaman desam, bu qanaqa jitel? Nima qilyapti bu yerda? Yerni o'pyaptimi? What the fuck? Voy shetel, qandaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga o'tiribsan bu yerda? Sizlar meni ustimda kulgan ekaningizmi? Yo'q, sen ustingda men kulaman. Meni bechorani uyim yo'q. O'shaning uchun shu yerda o'tiribman. Uyim yo'q, ham ustimda kulyapti. Tushunarli. Mayli, unda shu yerda o'tira qol. To'xtanglar, вообще rahmim keldi. Uyimga olib boraymikan? To'xta. Meni uyimda yashab turasanmi bir ikki kun? Davay, qayerda uyingiz? Yashayman mayli, zo'r bo'lardi. Yur qani, o'sha yoqda meni uyim. Shoshmay yetib olay. Uyim meniki bo'lsa, sen mendan oldin ketyapsan. Endi xursandman-da. Xursand bo'lsang, yosh to'rda uy ko'rdingmi? Zo'r uyga o'xshayapti. Sen qoch, sen bu kelma sen. Men keldim. Hozir to'xtang, eshikni o'zim ochib beraman. Siz shunday mehribon odam ekansiz. Sen menga patxanlik qilma, tushundingmi? Paxta qo'yma menga. Eshik ochmasang ham yomonlikdan kirsa bo'lardi. Uyingizni eshigini ham ochaman, to'xtang. Bo'ldi, davay. Kir ichkariga kir. Yopdim. Uyingiz zo'r ekan-ku, dahshat katta ekan. Mana yerda stul bor. Senga ikkinchi qavatdan joy qilib beraman. Davay, ikkinchi qavatga. Pagnali, davay. Chiq ikkinchi qavatga. Oho, men balandda yashaymanmi? Albatta, ikkinchi qavat balandda. Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Olib kelib beraman, pulim bor. O'sha narsalarga zakaz qilaman, birikda mebel olib kelib beraman. Bo'ldi, rahmat. Xudoyorlar qilgan odam ekansiz. Bilaman. Davay, to'xtab tur, shu yerda tur. Hozir men shkafdan pulimni olayda, keyin borib narsa zakaz qilib kelaman senga. Tak, qara, uyimdagi narsaga tegmay tur, xo'pmi? Agar bironday narsani joyini o'zgartiradigan bo'lsang, kelib basharang to'rtga bo'lib qo'ymayapman. Bo'ldi, tegmayman hech narsangizga. Mayli, hozir borib kelaman. Tak, ana endi borib narsa zakaz qilib kelish kerak, lekin daraxt olib kelmoqchi edim-ku, lekin devor yo'q, eshikdan chiqib ketyapman, buni qaranglar. O'zi eshikni mana bu yerdan aylanib chiqsam ham bo'ladi-ku. Mana yerni tezroq to'ldirish kerak, bo'lmasa ana jitellar kelib buzib tashlaydi bu yerda. Tak, men hozir bitta kravat, bitta shkaf zakaz qilsam, menimcha yetsa kerak ana jitelga. Chunki unga juda ham ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Ikkinchi qavatda o'z joyi kalta. Qanday uxlaydi bilmadim. Bratan nimadir zakaz qilishga kelgan shekilli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Joha, qandaysan? Yaxshi, rahmat. Do'stim, yaxshimisiz? Bo'ladi. Nima narsa kerak? Menga bitta yotoq kerak, ya'ni kravat, bitta shkaf kerak. Bo'ldi, yes qilamiz. Qancha puling bor? $1000 ga yarasha olib keldirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Shu yerga tashab ket pulingni. Mana pulimni qo'ydim. To'xtang, mana o'zimda bitta shkaf bor ekan aytgancha. Yo'q. Sizdan oldim aytgancha bu shkafni. Mani shkafimdan olding-ku. Bo'ldi, unda mana shu shkafni olaman, bitta kravat olib keltirsangiz bo'ldi. Bo'pti. Mayli, bratan, rahmat, atto shu. Takon endi bir ikkita daraxt olib kelsam yaxshi bo'lardi bir taniga. Chunki daraxt olib kelsam juda ham yaxshi bo'lardi.
polizlarni sozlash kerak и polizlar atrofidagi zaborni ham qo'yish kerak. Zabor sindirib ketgan qaysidir jitel, lekin qaysiligini bilmadim, sindirib ketgan topib qolsam agar u militsiyaga yozib bersam, tasavvur qilinglar, jitel zabor sindirib ketdi deb. Buni bilmayman necha yilga qamab oladi keyin, yo qamaydimi o'zi, yo o'lim jazosi beraveradimi yoki просто tak pul evaziga jazo beradimi bilmadim. Короче, tak mana shu yerdagi pullarni shuni nima dedim, pullarni dedimmi? Yo'q, yog'ochlarni yig'ishtirib olish kerak. Daraxt jo'riga pul bo'lib qolsa qaranglar, shuncha pulim bo'lardi keyin. Lekin u bo'lmagan narsa, chunki juda ham qiyin u narsa bo'lishi. Ana o'sha yetel uyda o'tirgan bo'lsa kerak. Tak, xo'sh, ana endi buni ha, to'g'ri. Nimadir netib ketgandek tuyuldi-da menga. No, hech narsa netib ketgani yo'q. Tak, hozir zabor yasaymiz. Bitta verstagim yasab olay. Verstagim uyda ichida edi, uyga kirgim kelmayapti oslasam, chunki ana uxlayotgan bo'lsa xalaqit bermay deyapman-da. Hozir olib kelgan jitelim ko'chada ancha vaqt qolib ketgan. O'shanga nima desam ekan, balki dam ololmagandir, damini olsin deyapman. Tak, nechta 3 ta berar ekan, yetadi mana shu 3 ta. Xo'sh, 3 tadan bittasini bu yerga qo'yamiz. Bittasini bu yerga va bitta ortib qolganini qayerga qo'ysam ekan? Mana shu yerga qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Tak, ana endi verstak sindirib olaylik. Verstak hozircha kerak emas. Tak, endi ana bratan yoniga borib kravatni olib kelish kerak albatta. Men ketdim, kravatni olib kelay borib. Tak, bratan olib keldim ekan, buyurtmalarimni olib kelgan bo'lsa kerak, chunki juda ham ko'p vaqt o'tib ketdi o'sha. Bratan olib keldingizmi narsalarni? Ha, olib keldim. Davay olib ketar. Tak, bitta kravatni o'zi yetadi. Bundan olib kelganmiz. Ha, bo'ldi, rahmat bratan. Arzimaydi, bo'pti, kelib tur. Ha, mayli, kelib turaman. Tak, ana endi ana jetelni yoniga borishim kerak va bu narsalarni unga o'rnatib berish kerak. Qani edi uyim? Ha, bu tomonda edi. Uyimni yo'qotib qo'yibman, chunki 97-qishloq juda ham katta qishloq. Va bu qishloqda yashash bir muncha qiyinchilik tug'diradi. Stop. Endi sen bu yerda yashamaysan. Mana lashushlarning og'ida surmayapti, tushundingmi? Tushunmadim. Sen men o'zimni uyimni aytyapsanmi? Ha, shunaqa. Endi bu uy seniki emas, meniki. Endi bu yerda yashamaysan. Yo'qol, tushundingmi? Surmayapti hammasi. Tushundingmi? Bo'pti, gap yo'q. Gap yo'q dedimi? Nima gap yo'q dedi? Men tushunmadim. O'zimni uyimni o'zim haydab ketdi. Bo'pti, tushunarsiz. Bu narsalarni o'zi qayerga qo'yaman men? Tushunmadim. Nimaga qaytib kirmadim? To'xta, nima meni bu uyimdan haydab yubordi? Bilmasam endi sen o'zing bilasan nima haydaganini. O'zim ham tushunmayapman to'g'risi. Bo'pti, nimaga uyimdan haydadi? Men hozir o'ylab ko'ray, nimaga uyimdan haydadi? Albatta uyim deganlar uchun haydaydi. To'xta, men hozir bitta do'stim bor, chaqiraydi, yordam bermasa bo'lmaydi u kelib menga. Tushunmadim, nimaga uyimdan haydaydi? Alo do'stim, qalaysan? Yaxshi, o'zing qandaysan? Ha, yaxshi, rahmat. Yordaming kerak. 97-qishloqqa bir 5 minutga bir kelib ket. Bo'pti, hozir boraman. Qanaqa yordam o'zi? Bittasi bilan gaplashib qo'yish kerak, bitta jitel bilan. Bo'pti, hozir 96 sekundda boraman. Mayli, tezroq iloji bo'lsa 90 sekundda kel. Mayli, hozir 89 sekund. 89 sekundda boraman demoqchi, nima deb ketdim? Bo'pti. Mayli. Tak, mana narsalarni nima qishloq merining uyiga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Janob, kechirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mashinamga tutma. Bo'ldi mana. Короче, uyimdan mana bitta jitel haydab yubordi. O'shanga narsalarni shu yerga qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Ha, keyin olasan faqat. Qo'yib qo'y. O'zi olaman aytmasangiz ham, chunki o'zi ko'p vaqt bu yerda turmayman. Atga 5-10 minut turib turay. Keyin bu yerdan suraman, uyimni bo'shatadi. Bo'pti, bratan, keyinroq kelaman. Do'stim qachon keladi? Endi do'stim kelishini kutib turish kerak. Lekin qachon kelishini bilmayman. Tezroq kelsa zo'r bo'lardi. Qachon keladi endi bu? Bilmadim qachon kelishini, lekin men do'stimni ko'rmadingmi? Yo'q, qanaqa edi sen do'sting? Qanaqadir qora kiyimda edi. Bilmadim, yo'q, ko'rganim yo'q. Balki endi kelar. To'g'ri aytsan, kelib qolar. Assalomu alaykum do'stim. Va alaykum assalom. Davay, yur, qanaqa problema? Bitta jitel uyimdan haydadi, o'zimni uyimdan o'zimda. Bo'ldi, hozir hal qilamiz. Davay, chaqir. Voy jitel, bu yoqqa chiq. Voy jitel. Mana hozir chiqyapman. Nima gap? Senmi men do'stimni uyidan haydagan? Men nima qilibdi? Hozir ko'rasan menda. Tak, to'xta. To'xta. Bilet. Uchirib yubordingmi? O'zi shunaqa kuchli bo'laman, uchirib yuboradigan. Mayli, rahmat do'stim. Bo'pti, ishlarim bor. Xayr, sog' bo'l. Mayli. Ko'rdingmi uchirib yuborganini? Ha, dahshat kuchli bo'lar ekan-a. Sportsmenmi? Bilmadim, endi sportsmen, ha? Qanaqa sport turida qatnashadi? Shaxmat o'ynaydi. Shaxmat o'ynasa shunday uradimi, jinni? Endi bilmadim, sportchi-ku sato. Tak, ana endi uyimga mana to'xta bor, merda uydan narsalarni olib kelib uyimga joylashtirishim kerak aytgancha. U hamma narsamni chiqarib tashlagan, birlashuvchilarni olib ketdi deb o'zicha kibrlanib, qanaqadir g'alati voqealar bo'lib ketgandi. Janob mer, narsalarni olgani keldim. Olaver. Olaman aytmasangiz ham, tak.
Okey, bo'pti bratan, rahmat. Qarab turganingiz uchun. Ana endi bu narsalarni uyga joylashtirishim kerak. Hamma joyda rasosini chiqarib tashlagan bo'lsa kerak. Uyimni ichini ko'raylikchi. Tak. Okey, yopamiz. Eshikni yopmasak o'zi bo'lmaydi ham. What the fuck? Mani hoslarim qani? Hoslarim urib ketibdi. Voy, yaramas o'g'ri. Tak, nechivo? Voy. Ha, bo'ldi. Qo'yildi. Tak, mana shkafim bor bitta. Qish qo'yib yubordim. Voy, yaramas. Qo'lim qiyshiqda o'zi. Qo'lim qiyshiqligi uchun ham qish qo'yib yubordim. Yaxshi, bitta seyfim ham bor. Yangi seyf olganman. O'shani ham berib qo'ygandim. Bu yaramas. Joyini o'zgartirib tashabdi. Seyf ichida hozircha hech narsa yo'q. Pul topib olsam qo'ysam bo'ladi. Bitta stol mana bu yerda turgandi bu stolim. Va bitta stulim bor edi. Mana bunaqangi va notebookim ham joyiga qaytarib qo'ydi. Minecraft video olishim kerak har sizlar uchun. Ortiqcha kravat bor. Endi buni ikkinchi qavatga qo'yib qo'yamiz, lekin ikkinchi qavatda hech kim uxlamaydi, chunki ikkinchi qavatda uxlagan odam boshi mana yoqqa tegadi. O'shani hal qilish kerak. Lekin qanday hal qilaman? Bilaman hozir qanday hal qilishni. Verstak ikkita bo'lib qolibdi-ya menda verstagim. Mani kirkamni o'g'irlab ketibdi-ku. Voy, yaramas. Qanday toshlarni olib kattartirmoqchi edim. Yomon o'g'ri bo'lar ekan to'g'risini aytsam. Kitmonim ham yo'q. Qanday yig'aman poldizdagi narsalarni endi. Boshi yetmay turgandi. Nima qilsam bo'ladi endi, bilmadim nima qilishni, lekin o'tirib bir ikkita video olishim kerak. Obunachilarim uchun, albatta sizlar uchun. Chunki sizlar meni podeshka qilib turishinglar kerak. Fevral oyigacha 50 ming obunachi to'plashim kerak. Albatta like bosib videoga, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.